Vazirlar Mahkamasining qarori qonuni bo'yicha ish qilaman. Siz umumiy foydalanish yo'liga chiqyapsiz. Qonunlarni buzishga siz ham men ham haqqim yo'q, to'g'rimi? Belgilab o'tilgan miqdori bormi? Tarozi cheki bilan tanishdingiz. 340 kun sonli qaror bilan tanishtirdim. Sizga nisbatan tuzayotgan bayonnomada e'tirozlaringiz bo'lsa, mendan yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Advokat yollash huquqiga egasiz. E'tirozlaringiz bo'lsa, imzo cheking.